Aka bu ko'rib turganingiz Andijonning hokimi. Nimaga manyorga ham yaxshi yumshoq mashina. Birinchi avtomobil mana shu bo'ladi. O'zingizlar xohlagan usulda yig'ib chiqib ishlatsanglar bo'ladi. Bugun nechinchi kun? Bugun 26 kun. Ikkinchi kun. Sayohatimizdan ikkinchi kun. Sayohatimizdan ikkinchi kun. Sana esimda yo'laganman. Xudo xolasa mana bir mahallada dam olib chiqib oldik. Endi Van Universal Motors'ga, ya'ni mana shu mashina ishlab chiqaradigan zavodga qarab yo'lga chiqdik. Andijonda birinchi kunimiz bugun. Xudo xolasa o'zi yaqinda turdik. Hozir pastda obed ham bo'lib qoldi. Ikkita somsa yesak, qolganiga keyin obedga qarab olib turishga. Oldin somsani yeb, keyin o'sha aytganimizdek Van Universal Motors, ya'ni fabrika avtomobillar ishlab chiqaradigan zavodga deyarli yaqinda turibmiz. Bu Bo'ston degan choyxona. Nomini choyxonamiz. Bo'ston nomer 1 degan choyxona ekan. Haqiqatan nomer 1 bu ikkinchi marta, uchinchi marta kelishim ketgan. Obed mahal kechqurun yo'q, mana shu joy topib bo'lmay qoladi. Assalomu alaykum hurmatli Hum kompaniyasi obunachilari va mijozlari. Biz hozirgi kunda Andijonda Bo'ston mahallasida joylashgan ko'rib turganingdek fabrika avtomobillar ishlab chiqaradigan zavoddan oldidan to'g'ridan-to'g'ri efir qilyapmiz. Bu yerda 5-6 xil turdagi yuk avtomobillar ishlab chiqariladi. Hozirlar bilan birga aytib, kir ishlariga to'g'ri avtoqanal orqali shoppingga e'tibor bermaysizlar. Rosa kutdik endi ishni boshlayotgan video gapirishni boshlagan paytimiz bular atib degandek ishni boshlash orqali bularni ham men to'g'ri tushunaman, chunki bular ham o'z ishini biladi. Biz sizlar bilan hozir ko'cha so'g'aga iloji boricha ko'rishga kirib sizlarga batafsil fabrika avtomobillar haqida to'liq obzor berishga harakat qilamiz. Ketdik. Xo'p, Habibullo aka. Bu yerda texnikalar turibdi. Bu haqida alohida savolim bor. Xo'p. Lekin birinchi marta shassilar haqida gaplashsak. Bo'ldi. Bu ko'rib turgan shassilar 7 tonnalik shassi hisoblanadi. Buni narxini endi aytamizmi? Videoni pastga yozib qo'yamiz. Mana 2 yildan keyin ko'rishsa, 3 yildan keyin ko'rishsa, narx o'zgaradi. Nomerlarga telefon qilsanglar, batafsil ma'lumot berishadi. Shassi holatda buni xohlasanglar tentovka qilasizlar, xohlasanglar refrigerator qilasizlar. Kimdir evakuator qilaman deyapti, yana kimdir nimadir qilaman deyapti. Xullas, o'zingizlar xohlagan usulda yig'ib chiqib ishlatsanglar bo'ladi. Undan tashqari bu yerda avtofurgonimiz, refrigerator, samosval, tentovka, gazlik, hozirgi kunda gaz bilan benzin, keyin undan tashqari yana kelgusida gibrid avtomobillar ishlab chiqarishni rejalashtirishgan. Bu hozir ko'rib turgan samosvalingiz esa hozir yaqinroq ko'rsangiz, obrazlarga. Bu ko'rib turgan samosvalingiz Andijondagi shu ko'rib turgan zavod ochilganda birinchi ishlab chiqarilgan yuk mashinasi bo'ladi. Mana 001. Aka bu ko'rib turganingiz Andijonning hokimi va bunisi esa Xitoydagi fabrika avtomobillarini zavodining direktori ochilish marosimida shu qatnashib, qo'l qo'yib, birinchi avtomobil mana shu bo'ladi. Ko'rsatib bo'ladi. Keyin aholisi qolgan endi ichkarida buni yig'ilish jarayonini qo'ldan kelgancha ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ketdingmi ichkariga? Ketdik, faqat bitta savolim bor. Naryodagi shassi haqida ozgina kamroq gapirishdi. Necha ot kuchi, shassi qanaqa holatda masalan? Bu ko'rib turgan samosvalingiz ham yucha motor apparat hisoblanadi. Bunga gaz xudo xolasa 100% tushadi. Bu 160 ot kuchli. Bu ko'rgan shassingiz esa 130 ot kuchli. Bu ham xuddi shu yucha motorlar bilan jihozlangan bo'lib, bu ham apparat va turbinada harakatlanadi. Bu degani xudo xolasa gaz 100% tushadi. Gazdan muammo bo'lmaydi deb ayta olamiz. Ustalarimizdan o'sha uyda shu gaz ustanovka qiladigan servislarga olib borib ko'rganimizda o'zlari ko'rib, tekshirib, mashinaga gaz qo'ysak bo'ladi, garantiya ham bera olamiz deb o'zlari aytishdi. Saloniga ham bitta tushuntirib berasizmi? Nimalar bor, qanaqa? Xo'p, salon qismiga o'tadigan bo'lsak, bismillah. Men nariyodan o'tira olaman. Aka, ko'rishingiz mumkin, salon qismiga keldik siz bilan. Bu salon qismida elektronik tutqichlar, multirol, ABS tormoz, konditsioner, 360 kamera. Mana bu tarafda mana kameralarni massasi o'char ekan hozir. Bu yoqda monitor. Telefonda Wi-Fi orqali ulab o'sha kameralar boshqarishsiz bo'ladi masofadan yoki bo'lmasa GPS o'sha navigator vazifasini bajaradi yoki qo'shiq eshitasizmi, video qo'yasizmi. Yana bir qancha funksiyalar bor. Oltitalik skorost, gorniy tormoz, ABS tormoz, bu tarafda ko'chalar 3 kishi o'rindiqli, orqada kattagina spalnisi ham bor. Uzoq yo'lga qatnaydigan shofer akalarimiz kechqurun charchaganda to'xtab dam olsa ham bo'ladi. Mashinani qisqa qilib aytganda
anchagina komfort. O'zimiz haydab ko'rdik. Buni rasxodi o'rtacha 16 ta, 17 ta, 18 ta atrofida. Bu faqat bu zavod ko'rsatgan nimaga qarab belgilanmaydi. Buni rasxodi misol shoferni mahoratiga ham bog'liq. Misol qanaqadir shofer bo'lishi mumkin. Yukka og'irligi, yengilligiga qaraydi yoki bo'lmasa yo'lda tekis notekisligiga qaraydi, shofer mahoratiga qaraydi. Shunga qarab ham belgilanishi mumkin. Buni yoqilg'i turi rasxodi 360 kamera, lekin mashina anchagina nimaga manyorga ham yaxshi, yumshoq mashina. Manyor qilishga ham bemalol burilishlari, tormozni, воздушный aytganimizdek, aytgan vaqtingizda to'xtaydi, xudo xolasa. Mana kameralarni ko'rsangiz bo'ladi. Bakoylar tegib qo'yilishgan kameralari. Balonlari polniy kamerali. Bu yoqda mana bu ham kamerali balonlari, resorlarni ko'rsangiz bo'ladi. Og'ir yukka ham mo'ljallangan qalin resorlar ko'p, anchagina ko'p qo'yilgan. Buni periderga shart emas, umuman boshqa mashinalarga o'xshab 10 ton yuk ortsanglar, bunaqa orqaga qarab kamalik bo'lib qolmaydi deb 100% ayta olamiz. Energiya akkumulyatorlari ham kattalari qo'yib qo'yilgan mana va mosti ham anchagina katta most qo'yilgan. Bemalol xudo xolasa xohlagandek qilib o'zingizlar yig'ib chiqib, og'ir yukni ham ortsanglar, bu mashinamiz bemalol tortib keta oladi deb bemalol ayta olamiz, tavsiya qila olamiz. Eng qizig'i, bu mashinalarimiz o'zimiz Andijonda ishlab chiqarilayotgani sababli zapchast qismidan umuman muammo yo'q yoki 100 ming kilometr yoki 3 yilgacha garantiya beriladi. Ofitsial 12 ta viloyat bo'yicha servis xizmatlari ham, bu ofitsial dilerlari ham bor, bemalol olsanglar bo'ladi. Birinchi bu zapchast kelib bo'lgandan keyin bu mashinalarni yig'ib chiqadi. Keyin ko'pchilik o'ylaydi, bu zapchast yangi mashina, yangi brend kelgandan keyin o'ylanadi-da, bir oladigan klientlar zapchastdan muammo emasmikan? Yo'q, bu o'zimizni O'zbekistonda Andijonda chiqayotgani uchun zapchastda xudo xolasa umuman muammo yo'q. Hamma zapchasti seroq. Hop, endi bo'lsa bu tarafda shassilarimiz. Bu shassilarimizni ham shassi, avtofurgon, refrigerator, tentovka, hali tentovkasi bitdi-yu. Faqat bular emas, bundan tashqari malakovoz, avtovoz, benzovoz, vodovoz, avtovishka, shunga o'xshash yana bir qancha nimalar ishlab chiqarish uchun sekin xudo xolasa yo'lga qo'yildi. Bu ham tez kunlarda e'lon qilamiz, videolarni joylab boramiz, kuzatib tursanglar. Hozircha ko'rib turgan mashinalar shu yerda sotuvda tayyor mavjud. Endi xudo xolasa sizlar bilan birgalikda ichkariga kirib qo'ldan kelgancha yig'ilish jarayonini olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Lekin misol hamma joyda o'zining shaxsiy siri bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin. Qaysi joyini olish mumkin, qaysi joyini olish mumkin emas, buni biz hali ichkariga kirganimizdan keyin bilib olamiz, so'rab. Lekin qo'ldan kelgancha ko'proq ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishni davom ettirib, biz esa ichkariga qarab ketdik. Zavod ko'rsangiz bo'ladi aka, 1, 2, 3, 4, 5 ta boks bor. Har bitta boksda alohida o'zlarining etaplari bor. Birinchi boksda kabinani yig'ish, ikkinchi boksda ko'zutni yig'ish, uchinchi boks kraska qilish, to'rtinchi boks svarka ishlari va hokazo. Har xil o'zlarining boks alohida ajratib qo'ygan joylari bor. Endi operatorimiz yiqilib tushyapti, bo'lasiz. Haydalanayapti, operator tez yuribman deydi. Yuguryapsiz aka, orqasidan yugurib yetib olish uchun sirpanib nimadirlar qilyapman. Ichkarida ko'rdim, o'zimiz minib kelgan Tiger V modeli chiqib kelyapti hozir. Buni olib kelaverdan o'tdik, yomg'irda masalan loy bo'lib ketdi. Hozir buni olib chiqib mo'yga qilamiz birinchi. Keyin yana birgalikda qaytishga video qilib aytamiz xolos yo'lda. Rulda esa shogirdimiz, bu shogirdim bilan tanishtirib o'taman. Bu shogirdim bilan 2019-yil Furud yurgan paytim telefon qilgan, aka shogird olasizmi degan, o'sha kuni eng katta qilgan xatoyim bo'lgan. Mana hozir 2025 bo'lsa 6 yildan beri mana shu zumrasha men bilan yuribdi. Qara, shuna chiqasan, chiqqanda parkovkani oldiga o'tir kelib, chap qo'llarga mo'yga bor. Gaplashganda yo'q o'zing bo'lsan yoki yuvib beradimi, chiroyli qilib mo'yga qilib qo'ying, maylimi? Bizga chiqamiz. Hop, hozir mashinani mo'yga olib chiqib ketishdi. Mo'yga qilib mashinani yana qaytamiz Toshkentga. Endi ko'rdigan endi bu tarafda mana tayyor mashinada shassi holatda, u ham kimgadir shassi holatdagi mashina kerak, kimgadir tentovka, kimgadir o'sha zakazga qarab ishlab chiqariladi. Bu yerda 7 tonnalik, undan tashqari mana 2,5 tonnalik yangi modellar ham keldi. Hozir buni yana qanday antoqamiz, xohlasa mana shu ko'rib turgan zavodlarda
hozircha mana shu 7 tonnalik, 2,5 tonnalik Favio avtomobil Tiger V modellari bor, lekin kelgusida yana ham kengaytirish xudo xolasa niyat bor. Avtofurgon 25 tonnaliklar, samosollar 25 tonnalik yoki bo'lmasa tigashlar kelajakda yana ishlab chiqarishni xudo xolasa yo'lga qo'yishadi, shuni rejalashtirishgan. Hozircha bizda faqat shu Tiger V modellari bor. Tiger V modellarini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Endi to'liqroq obzor qilamiz zavodda. Shaxsan misol o'zim birinchi Fav mashina olayotganimda men o'ylagandim. Bu Fav mashina bizning O'zbekistonga yaqinda kirib keldi, lekin Xitoyda birinchi raqamli hisoblanadi bu Fav brendi. 1953-yil tashkil topgan birinchi raqamli ishlab chiqarish bo'yicha ham, sotuv bo'yicha ham har tomonlama birinchi raqamli hisoblanadi. O'zimiz O'zbekistonga bu yaqinda kirib kelgan brend, lekin men o'zim olishdan oldin o'yladim. Buni olsam keyin zapchastdan muammo bo'lmaydimi degan xayol menda bo'ldi. Mana endi zavodni ham ochilgandan keyin uje men bemalol ko'nglim xotirjam, bemalol mashina agar momodim oladigan bo'lsa shu refrigeratorni olishni niyat qilib turibman. Minus 20 likdan. Zapchastdan muammo yo'q. Ko'pincha zavodlarda barcha detallari bor, ehtiyot qismlari bor. Bemalol tavsiya qilaman, olsanglar bo'ladi. Endi hozir mana 360 kameralik ko'rsanglar bo'ladi. Oldi kamerasi va ikkita yonda bokovoy tegida kameralar bor va orqada kameralari bor. Sizga kichkina variantini ko'rsating, chunki buni obzorlarni qilganmiz. Bu obzorni qilganmiz. Sizga yangi kichkina variantini ko'rsating. Yangisini ko'rsatamiz hozir. Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizlar? Rahmat, xudo shukr. Shu bo'ldingiz. Hop. Ko'rgan mashinada 2,5 tonnalik Favio. Kichkina mini modeli. Bismillah. Salon qismiga o'tadigan bo'lsak, aka bu ham xuddi shu, nari katta mashinalar qanday bo'lsa 7 tonnalik, 2,5 tonnalik xuddi shunaqa udobstvolar bor. Qara bu tarafga monitor qo'yiladi, 360 kameraga, qara bu tarafga ulgurishmadi, mashinalar endi yig'ilyapti. Bunda ham xuddi shu elektron shugichdan multirul, ABS tormoz, konditsioner, buniki ham 5 taklik skoroz, buniki faqat tormoz sistema, buniki jidkes. Konditsioneri bor. 3 kishi o'rindiqli. Bunda lekin narigiga qaraganda spalnisi yo'q bunda. 2,5 tonnalik. 2,5 tonnalik spalnisi yo'q. Spalni mana o'zi kerak emas. Bu janoq uzoqqa bermaydi, shahar ichiga, shu dastavkalarga. Lekin bu mashina nima deydi? Shahar ichida yurishga anchagina qulay, manyorga ham eng maza qiladigan joyingiz gruzovoy запрещенga ham bu kirib ketaveradi bemalol. Bu unaqa chanaqa taqiq bunga yo'q. 2,5 tonnalik mashinalarga запрещенlarga bemalol kirib chiqadi, xohlagan joyiga. Nima deydi? Bir so'z bilan aytganda bir lehkovoy desa ham bo'ladi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Uni Pamitlari ham anchagina chiroyli. Hali bu yoqqa monitor qo'ygandan keyin yana ham bir video ochiladi mashinalar. Hop, tarafda mana full tayyor bo'lganda birinchilardan bo'lib obzor qilamiz. Xudo xolasa, tayyor bo'lganini gaz bilan benzin ligini obzor qilamiz siz bilan. Bizdan uzoqlashmanglar. Hozir agar Vung O'zbekiston profiliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir obuna bo'linglar, chunki hozirda bizda xuddi mana shu modelni ham gazlik, ham benzinli varianti, elektrический varianti, yana bir qancha modellar ishlab chiqarilyapti. Xudo xolasa tayyor bo'lishi bilan birinchilardan bo'lib sizlarga bu yangiliklarni yetkazamiz. Hammaga rahmat.